birovni ko'ngliga ozor bersa qanaqa bo'ladi degan gap. Qiyomatda hamma bandalar tirilganda, o'sha orasida savol javob boshlangan paytda zolim va mazlum keltiriladigan bo'lsa, biri boshqasiga u dunyoda zulm qilgan. Shuni orasida hisob-kitob qilinayotgan paytda aytilar ekanki, bu bandam mazlum bo'libdi, zolimlik qilibdi. O'sha zolimni savobidan bunga olib beringlar endi. Orasini tenglashtirib olishimiz kerak deylar ekan. Savobidan olib unga berilaverar ekan, keyin savobi qolmay qolsa, savobi qolmay qoldi, bu mazlumga olib beradigan narsa qolmadi-ku, endi haqqini qanday to'laymiz deyilsa, bunaqa holatda buni gunohini olib unga yuklatinglar deylar ekan. O'shaning uchun bandalar bir-biriga zulm qilishdan nihoyatda hazir bo'lishlari kerak, nihoyatda ehtiyot bo'lishlari kerak. Zulmning eng kattasi ko'ngil og'ritish.